U ko'r edi, ammo kelajakni ko'rdi. U ko'p gapirmasdi, ammo aytganlari yillar o'tib rost bo'ldi. Bugun biz 2026-yil haqida gapiramiz. Vanga nimani ko'rgan edi? Vanga oddiy ayol emas edi. U kelajakni raqamlar bilan emas, his bilan ko'rgan. Uning bashoratlari aniq sanalar emas, jarayonlar haqida bo'lgan. U aytgan edi, kelajak birdan qulamaydi, u sekin o'zgaradi. 2026-yil ham aynan shunday, sekin, ammo tub burilish yili sifatida tasvirlangan. Vanganing 2026-yil dunyo uchun bashorati. Vanga bashoratlariga ko'ra 2026-yil katta urush yili emas, keskin uyg'onish yilidir. U aytgan edi, odamlar kuch bilan emas, charchoq bilan to'xtaydi. 2026-yilda davlatlar ichida qayta bo'linishlar, eski ittifoqlarning zaiflashuvi, yangi iqtisodiy qoidalar paydo bo'lishi mumkin. Bu yil eski tartib ishlamay qoladigan yildir. Texnologiya va inson. Vanga texnologiya haqida shunday deb ogohlantirgan: inson o'z aqlini mashinaga topshirsa, o'zini yo'qotadi. 2026-yil bashoratlariga ko'ra, sun'iy aql tez rivojlanadi, lekin odamlar ruhiy bo'shliqni his qila boshlaydi. Texnologiya qulaylik beradi, ammo yolg'izlik kuchayadi. Inson insonni sog'inadi. Moliya va iqtisod. Vanga pul haqida shunday degan: pul o'z qadrini yo'qotadi, mehnat esa qayta qadrlanadi. 2026-yil tez boyish sxemalari yemiriladi. Real kasb va bilim ustunlikka chiqadi. Yer, suv va oziq-ovqat muhim resursga aylanadi. Bu yil oson foyda yo'q, barqaror mehnat bor. Insoniy munosabatlar haqida Vanga shunday degan edi: odamlar bir-biridan emas, yolg'onlardan charchaydi. 2026-yilda soxta munosabatlar tugaydi. Nikohlar sinovdan o'tadi. Chin yaqinlik qadrlanadi. Bu yil kam odam, lekin haqiqiy aloqalar yili bo'ladi. Tabiat va sog'liq. Vanga tabiat haqida shunday deb ogohlantirgan: yer jim qasos oladi. 2026-yilda iqlim bilan bog'liq muammolar davom etadi, lekin odamlar sog'liqni qayta o'ylay boshlaydi. Sokinlik, suv, tabiat shifo manbaiga aylanadi. 2026-yilning asosiy xabari. Vanganing eng muhim g'oyasi shunday edi: kelajakdan qo'rqma, u seni tarbiyalaydi. 2026-yil jazolash uchun emas, uyg'onish uchun keladi. Kim moslashsa yutadi, kim qarshilik qilsa charchaydi. Yakuniy so'z sifatida shuni aytish mumkinki, 2026-yil mo'jiza bermaydi, ammo ko'zni ochadi. Vanga shunday degan edi: eng katta bashorat bu o'zgarishga tayyor yurakdir. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin.